Xo'p, assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlarga mana bugungi muhokama bo'lgan nimani ko'rsataman hozir yelinni. Ay, orqa chap yelin sut kelmayapti. O'simtasi o'sib chiqqan. Akmal aka Buxoro, mana sizga ko'rsatyapman. Mana hozir kesadigan narsam. Das muss man unbedingt nehmen. Dezinfeksions qog'ozcha va mana bu kesadigan pichoqcha. Shu bilan hozir kesaman. Mana shunaqa kresp qilib kesaman shuni. Plus shaklda. Wir müssen plus ja abschneiden. Ich muss erst desinfizieren. Birinchi dezinfeksiya qilish kerak. Vielleicht geht's so. Schauen wir mal. Komm. Ha, tiqdim. Juda tez bo'lish kerak bu. Komm. Ha. Kelishni boshladi. Endi ikkinchisini kesaman hozir yana bitta. Nochmal. Vorsicht, genau. Komm. Komm. Melken Sie raus, vielleicht genau. So, ha. Jetzt sieht besser aus. Schauen wir mal. Okay, du willst kleinen Roboter nicht. Richtig, genau. Sigirlar robotga sog'iladi. Xullas, mana shu holat. Mana shu bilan hozir kesdim. Ozgina qonaydi. Bunday holatda tez sog'ib turish kerak qo'lda. Chunki bir joyda qon to'planib qolsa, yelin yalg'lanib qoladi, kasallanib qoladi, maset bo'ladi. Shuni oldini olish uchun tez sog'ib turish kerak.